Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-mart haftaning yakshanba kuni 2025-yil Bobashek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bobashbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bozor bo'ladi. Ertalab soat 7 dan kunduzi 12 ga qadar bozor bo'ladi. Mana bu ayollarning ko'ylagi materiali miramir, mana bu ikkalasiniki. Narxi necha pul? 45 ming. 45 ming so'm. Donagami? Ha? Donaga 45 ming so'm ekan. Razmeri? 48-60 gacha. Razmerlar 48 dan 60 gacha ekan. Mana rasvetkalari o'sha razmerdagi holati. Mana buni o'zi necha pul? 35 ming. Mana shuni o'zi 35 ming so'm. Donagami? Donaga 35 ming so'm ekan. Mana buni o'zi. Bu tarafchi bambuga bu. Ha, u ham 35 ming, bunisi 50 ming narigisi. Qaysi? Bunisi 50 ming, bunisi 35 ming. Bunisi 35 ming, bunisi 50 ming so'm donaga. Bu tarafchi Bu taraf 35 ming. 35 ming so'mdan. Tanlab olishuradi 35 ming so'mdan. Materiali nima bulardi? Shersmi? Yo'q, yo'q. HBmi? Ha, xuddi. HB ekan materiali. Markizasi deyapti. Nomeringiz? Yo'q, nima yo'q. Telefon nomerlari yo'q ekan. Cheki. Bobashek bozoridan ko'rsatyapmiz hurmatli muxlislar. Kelganlarida qochib turing o'siz. O, ana, mana bino mana. Kelganlarida mana shu ukaxon sotyapti mana.